Mamlakatimizda prezidentimiz rahbarligida barcha sohalarda katta islohotlar ketyaptir. Lekin shularning ichida yoshlarning tarbiyasi, yoshlarning ma'naviy, jismoniy baquvvat bo'lib o'sishiga alohida e'tibor beryaptir. Bugun ham shu yo'nalishdan kelib chiqib, mana Xorazm viloyatining prokurori boshliq kurash ham sport kurashlari yuzasi bo'yicha 2025-yilning sarhisobi qilindi. Qanday yutuqlarga erishdik, nima qilmoq kerak, bundan keyin hozirgacha nima qildik degan ma'noda. Quvonarlisi shundaki, mana shu sohalarda erishilgan 25-yutuqlar bir insonga g'urur, faxr baxsh etadi. Juda katta jahon chempionlari, Osiyo chempionlari, xalqaro musobaqa g'oliblari chiqishlarini o'zi shu Xorazmda bo'layotgan katta bir kurash sohasidagi harakatlarning natijasi deb bilamiz. Lekin bu bilan birga to'xtab qolish yoki shu yutuqlar bilan qanoatlanish mumkin emas. Prokurorimiz shunday vazifa qo'ydiki, mana shu hozirgacha erishilgan yutuqlar bu navbatdagi bir pillapoya. Bundan yana ham ko'tarilib, yana ham yuqoriga o'tib, mana shu yoshlarning tarbiyasi deganda ma'naviy tarbiyasi, maqsadi, intilishlari, bilimi, ilmi hamma tomonidan e'tibor berish kerak degan masalalar oldinga surildi. Nima muammolar bor? Shu g'alabalarga erishishga nima to'siq bo'layotir? Mana shu savollarga ham javob berildi. Chunki mana shu yig'ilishning o'zida faqat murabbiylar emas, ota-onalarning qatnashchisi, murabbiylarning qatnashchisi yoki bir shu sohaga daxldor hamma rahbarlarning qatnashchisi masalaning ijobiy hal qilinishini yaqinlashtirdi. Mana juda ko'p bahs munozaralar bo'ldi. Juda ko'p fikr almashinish bo'ldi. Hammasi birgina narsaga kelib taqaladi. U ham bo'lsa mana shu kurashni rivojlantirish, sport kurashlarini rivojlantirish uchun nima qilmoq kerak degan savollarga javob berildi. Mana shu tinglangan vazifalar, qo'yilgan vazifalar, o'ylayman 26-yilda mana shu kurash sohasida, sport kurashlari sohasida yana katta yutuqlarga erishadigan katta fikrim bor.